Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugungi ish jarayonlarimizda yog'och qushlarga qarshi dezinfeksiya ishlarini olib borgani kelganmiz. Bugun 1-may, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida bir xonadonga kelganmiz. Bizning ish jarayonlarimizda birinchisi suyuqlik 5 xil dori vositasidan foydalaniladi. Ikkinchisi fumigatsiya usulida par izolyatsiya holati bo'yicha qilinadi. 3-chi va 4-chi ish jarayonlarimizda fumigatsiya holatidan keyingi gazoviy holat bo'yicha dezinfeksiya usullarini oxirida qo'yib yuboriladi. Hozirgi sharoit holati bo'yicha mana yog'och qushlari o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin. Yerdagi holati asosiysi yog'ochlarda nam holatida qo'yilganligidan kelib chiqadi. Bu hozirgi paytda bular ayni ko'payadigan payt hisoblanadi. Bu holat bo'yicha o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Teshib, hozirda ko'payib, bular yana qo'shimcha tuxum qo'yish, g'umbak hosilga kirib tuxum qo'yish jarayoniga o'tish boshlanadi. Bizni kuzatib boring, xudo xolasa qiladigan ish jarayonlarimizni qo'yib boramiz. Rahmat hammalaringizga. Bu birinchi usulda qilinadigan dezinfeksiya ishlarimiz. Bu fumigatsiya usulida qilingan uyimizda mana shunaqa qilib 3-chi sloy bo'ladi bu. 3-chi sloyimizda xudo xolasa gaz qo'yib olib turib, 4-chisida dimovoy sachka bilan yopishtiramiz. Ishimizni yakunlab oldik, xudo xolasa. Ichkari oppoq fumigatsiya va bundan tashqari gaz va dimovoy bilan qo'shimcha 4 ta usulda qilindi. Xudo xolasa hozir ularni karantinga olish jarayonlarini qilamiz.